Xo'sh, bugungi mavzumiz tirik mavjudotlar xromosomasining tuzilishi, soni, genetik xarakterlashdagi ahamiyati. Xromosoma o'zi nima? Xromosoma hujayra yadrosida joylashgan, irsiy axborotlarni, ya'ni genlarni saqlovchi va avloddan avlodga uzatuvchi tuzilmadir. Xromosoma atamasini nemis anatomiga va gistologi Valdayer taklif etgan va bu yerda Valdayerning suratlari keltirilgan. Xromatidalar. Xromosoma bo'linishidan oldin bir xil xromatidadan iborat bo'ladi. Har bir xromatida bitta DNK molekulasi va oqsildan tuzilgan bo'ladi. Bular singl xromosomalar deb ataladi. Sentromeralar ikkita xromatidani bir-biriga bog'lab turuvchi qism. Hujayra bo'linishida mitoz va meyoz ipchalari veritin shu bosqichga birikadi. Sentromeraning joylashuviga qarab xromosomalar quyidagicha bo'linadi: metasentrik, submetasentrik, akrosentrik va telosentrikka bo'linadi. Telomeralar nima? Bu xromosomaning uchki qismlari bo'ladi. DNKni yemirilishidan va bir-biriga yopishib ketishdan himoya qiladi. Har bir hujayra bo'linishida biroz qisqaradi. Xromatin xromosomaning asosiy moddasi. U DNK va oqsil, ya'ni giston oqsillaridan tashkil topgan bo'ladi va u ikki xil bo'ladi: euroxromatin va heteroxromatin. Genlar DNKning ma'lum bo'laklari, belgilarni rang, shakl, ferment va boshqalarni belgilaydi. Har bir gen xromosomada aniq joyga, ya'ni lokusga ega bo'ladi. Xromosomalar sonining karyotipi. Bu yerda insonni misol qilib keltirilgan. Insonda diploid to'plamida xromosoma soni 46 ta, ya'ni 23 juft bo'ladi. Bundan 22 jufti autosoma xromosomasi bo'lsa, bir jufti jinsiy xromosoma bo'ladi. Ayolning jinsiy xromosomasi XX, erkakning esa XY shaklda bo'ladi. Xo'sh, boshqa organizmlardagi xromosomalar karyotip keltirilgan bo'ladi. Drozofilada diploid to'plam 8 ta va boshqalar. Genetik xaritalash nima? Genetik xaritalash genlarning xromosomada joylashuvi, ketma-ketligi va ular orasidagi masofani aniqlash jarayonidir. Bu jarayon irsiy belgilarni o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Genetik xaritalar soniga ta'siri. Har bir xromosoma uchun alohida genetik xarita tuziladi. Xromosomalar soni qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'p genetik xarita tuziladi. Masalan, insonda 23 juft, ya'ni 46 ta xromosoma